Mana shu ko'rib turgan 7 ot kuchli motoblogingizda qadrli obunachilarim orasidan bittasiga tekinga qadar qilyapman. Mana shu ko'rib turgan 7 ot kuchli motoblogingizda qadrli obunachilarim orasidan bittasiga tekinga qadar qilyapman. Undan tashqari obunachilarim bizga Instagram orqali obuna bo'lgan har bitta obunachimga $10 bonus beraman. Shartlari juda oson. Kommentariyaga kirsangiz Instagram kanalimizni qoldirganmiz. Instagram kanalimizga kirsangiz qo'yganmiz. Obunachilarim orasida $10 har birovga bonus. Undan tashqari bitta obunachimga shu ko'rib turgan 7 ot kuchli motoblokni bonus qilib beraman. Kommentariyaga kiring. Instagram kanalimiz qoldirilganmiz. Instagram bugun ko'pchilik so'ragan katta 17 ot kuchi benzin va 17 ot kuchi salarkali motobloklar haqida bitta obzor qilib, narxlari, komplektatsiyalari va qulayliklari haqida gaplashamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Shu ko'rib turgan 11.05 motoblok, ya'ni 18 ot kuchi salarkali motoblokda 26 million sotayotgan. Endi biz qadrli obunachilarimiz uchun shu ko'rib turgan motoblokda просто tak tekinga sovg'a qilamiz. Shartlari juda oson. Shu ko'rib turgan YouTube kanalingizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va bizda Instagram kanallarimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart. Instagram kanalimiz xudo olsin inshaalloh 99 mingta obunachi yiqqanda 1 oy ichida, sharti juda oson. 1 oy ichida 99 mingta obunachi yiqqan zahoti shu ko'rib turgan 11.05 2 korpusli puliga 1.20 lik frezasi bilan sizga просто tak tekinga hadya qilib yuboriladi. Shartlari to'liq bajarib, like, podpiska bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlang. Instagram kanalimiz kommentariyada qoldirganmiz. Kirib podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 17 ot kuchli benzinlik satelit variantidan boshlaydigan bo'lsak, 17 ot kuchi benzinlikda satelitlik bilan besatelitda farqi. Korobkasiga e'tibor berasizlar, korobkalarga satelitlar qo'yilgan bo'ladi. Besatelitida balonni pachimlik bo'ladi. Komplektatsiyasida kerak bo'lsa, komplektatsiyasining ocharlari, undan tashqari zo'r variantini aytaman. Bu motoblok qolgan motobloklardan nimasidan farq qiladi desalaringiz, ko'rib turganlaringizdek bunda hech qanday starter joyi yo'q. Mana starter joyi yo'q. Mana bunda starterli bo'ladi. Bu powerbackli shaklda bo'ladi. Ya'ni qanday? Nima desa bo'ladi sizlarga? Powerbackli shakli bunda knopkada zavod qilasiz. Knopkani bosasiz, zavod bo'ladi. Akkumulyatori o'lgudek bo'lsa, zaryadlab qo'yib ishlataversangiz bo'ladi. Oddiy powerbackcha bo'ladi hisoblanadi. Bu motoblokchamizniki. Undan tashqari menga benzinlikda satelitli ikkinchi varianti, starterli kalitda zavod bo'ladigan variant kerak desangiz, mana starter kalitda zavod bo'ladigan variant hisoblanadi. Bu ikkovi ham satelitli bo'ladi. Satelitli mana ko'rganingizda rechagini bosishingiz bilan mana ketyapsiz, mana burilishga juda qulay. Besatelit bo'lsa mana burilishi sal qiyinroq, lekin ishlatishga udobniroq bo'ladi. Satelit bilan besatelitning farqini ko'rganlaringizda mana besatelitlarda mana korobkalarga hech qanday o'yilmagan bo'ladi, faqat balonlarda pachimlik bo'ladi. Burilish oson, bu hech qayerga bosilmay yuradi. U ham arzon hisoblanadi. Satelitli variantlarimiz 7,5 million so'mdan boshlanyapti. Kelib, ko'rib, tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Manzilimiz Toshkent shahri Ark-Buloq bozorida joylashgan. Salarkali 17 ot kuchlilarimiz va 15 ot kuchlilarimiz narxlari 7 million 800, 7,5 million so'm, 10 ot kuchlilarimiz 7 million 300 ming so'm, 7 million so'mgacha qilib berilyapti. 10 ot kuchi salarkalilar, 10 ot kuchlilar 7 million so'mdan boshlanyapti. 17 ot kuchi kerak deganlarga 17 ot kuchini Excalibur firmasi tegishlisini qadrli obunachilarimiz uchun esa juda arzon narxlarda, narxlari atiga 8 million so'mga 5 qatorda 10 qator frezer chiqadi. Hammasi 10 talikdan tortib 17 ot kuchi 192 motorligigacha. 10 taligi narxi atiga 7 million so'm aksiyada qilib beryapmiz. 17 taligi esa 8 million so'm. Kichkina maydalari ham kerak desangiz, Terxa firmalarini ham hozir aksiya narxida 3 million 300 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ha, aytganda bizda ikkita filialimiz bor mavjud. Bittasi Toshkent shahar Ark-Buloq bozorida esa, ikkinchisi Qo'yliqda. Qo'yliq katta yangi ochilgan bozori, Indeks bozori bor. O'sha yerda joylashgan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi telefon nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ikkita filiallarimiz ham hozirgi vaqtda aktiv ishlamoqda. Xuddi shunday motobloklarimiz u yerda ham mavjud. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa,
pastda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib so'rasalaringiz bo'ladi. Narxlari, o'shada turgan odamlarimizning nomerlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rasangiz bo'laveradi. 15 sotkichi kerak desangiz, 15 sotkichli benzinliklarimiz 5 million so'mdan bo'lyapti. 5 million so'mdan 15 sotkichi. 9 sotkichi salarkali kerak desangiz, 9 sotkichi salarkaliklarimiz statli variantini 6,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Gusunishni kerak desangiz, 6 million so'mga 7 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz gusunishlarni. Bemalol kelib bizdan xarid qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Motobloklar uchun komplektatsiya kerak. Kizel, puluk, arg'ochar, shunga o'xshagan narsalar kerak bo'lsa, bemalol kelib bizdan Toshkent shahri Arqbuloq bozoridan xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Yana aytaman, ikkita filialimiz. Birinchisi Toshkent shahri Arqbuloq bozorida bo'lsa, ikkinchisi Qo'yliqda filiallarimiz mavjud. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqib bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Aytgandek, Instagram kanallarimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Instagram kanalimiz kommentariyada qoldirganmiz. Hozirgi vaqtda Instagramda juda katta aksiya ketmoqda. Obunachilarimiz o'rtasidan bittasiga 11.05 katta tur oyoqli motoblokni просто tekinga berib yuboryapmiz. Kirib, obuna bo'lib, like bosib, bizni qo'llab tursangiz, xudosi aniq sizniki bo'lib qolishi mumkin. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.